Uy joyga muhtoj, uy joyi yo'q opa-singillarimizga davlat tomonidan arzon uy joylar berilmoqda. Bunun bir qancha talablari bor. Asosiy talablardan biri ijtimoiy himoya reyestridan o'tgan bo'lishingiz kerak hamda so'rovnoma arizasi yuborgan bo'lishingiz kerak. Uydan chiqmagan holda onlayn ravishda ariza topshirishni o'rgataman. Videoni oxirigacha kuzating, bu borada batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Buning uchun my.gov.uz saytiga kirasiz. Bu yerdan yagona ijtimoiy himoya reyestriga kirib, havolaga ko'rsatadi, havoladan o'tasiz va xizmatlar bo'limini tanlaysiz. Shundan so'ng o'zingiz haqingizda barcha ma'lumotlarni kiritasiz. Undan so'ng oilangizda nechta chorva bor, batafsil ma'lumot kiritasiz. Undan so'ng oila a'zolaringiz haqida ma'lumot kiritasiz. Ma'lumotni kiritib, siz arizanomani komissiyaga yuborasiz. Ariza beruvchi komissiyaga yozma ravishda savol-javob shaklida ariza yuboradi. Shunda batafsil ma'lumotlarni Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanalim sahifamiz shapkasida va istoriyada. Shu kabi muhim, manfaatli bo'lgan yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, sahifamizga a'zo bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.